Salut akalar, salomatmisizlar? Ishlaringiz og'irmi akalar? Xo'sh, akalar, bugungi roligimiz sizlar bilan birgalikda GTA 5 o'yinini navbatdagi videoroligimizga yozib olishga harakat qilamiz akalar. Xo'sh, akalar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda GTA 5 o'yinida taksichilik qilamiz, taksi bo'lamiz akalar. Anchadan beri o'zi taksichilik qilmay qo'ydik akalar. Xullas, aka taksi mashinasini jaylarda yurmaymiz. Kerakchi hozir akalar taksi mashina turgan joy bor, shu topib qo'yganman akalar. Fezot og'amdan ko'rib qoldim, shu yerda topshirsin ekan. Aytgan video yozgan ekan 2020-yillarni streamda video qo'yganimda ko'rib qoldim. Qancha mana ekan akalar. Qani. Burasi mana taksixonaga mana. Men yetdim men akalar onasining uyisiga ketdim ota-onalar ekan. Yurib akalar taksi yo'ldirib gay deb o'zgartirib vaqt ketkizib akalar. Spot boramiz, hozirga tirs boramiz akalar. Hop, qochib kelib biratlar, qochib kelib o'tib ketib olay, rahmat. O'tib ketamiz bitta akalar. Akalar, 2-may, kecha 1-may akalar. Imtihon topshirib keldim. Va nihoyat akalar, va nihoyat. Birinchi imtihon tugadi, endi qolgan imtihonlar 20 oyda bo'ladi akalar. Duo qilib tursanglar, ulardan topshirib olamiz. To'g'risi akalar, kecha imtihon tugadi akalar. Biz topshirib keldim, 1-mayda imtihonni akalar. Vo, akalar yaxshi bo'ldi lekin. Hammasi go'zal, cho'k go'zal akalar, cho'k go'zal. Hozir akalar 2 ovozcha bandlik qilyapti shuni. Baydir bo'lsa yaxshi bo'lardi. Agar 2 minutcha payt kesib turamiz akalar, 10 minut, 2 minut. Bo'lsa akalar, shunaqa techa og'zini paytirib qo'yib, og'iz o'ta beradi akalar, o'ta. Agar sizlar ko'p vaqtlarni olmayman, manzilga yetib borganda sekin video davom ettiramiz akalar. Akalar, manzilchamizga kelib qoldik. Keldik akalar, paytda taksi mashinasi bormi kelib yetdi. Ha, onasini emsin. Aylanib kelamiz kerak. Bitta aylanib kelmasa taksi mashinasi yo'q bitta akalar. Deb aylanib keldik, to'ychilarni qo'yib qaytib keldik akalar. Biz bitta bo'roqdan qaytaylik akalar mana shu yerdan. Taksi mashinasi yo'q bo'ladi, ba'zi shunaqa onlayn yur. Hali bitta taksi mashinasi haydovchisi o'lib ketuvashini yo'q akalar. 30 minutda yo'q, orqasiga tegib ketib qoldim akalar. Ana endi turibdan. Yo'qmi. Обязательно bir marta borib aylanib kelish kerak edi, bu mashina chiqib qolish uchun. Yetdi mayli akalar. O'tiramiz. Oynalarni to'g'rilamiz akalarni. Tak. Ketdik akalar. Endi bu akalar GTA 5 shunaqa o'yin akalar xullas. Muzikani o'chirib Tak, qani klient bering brat. Tez, давай. Uylanmay. Ketdik bu. Klient chiqdi akalar, klient chiqdi. Tak. Lekin boramiz akalar. Assalomu alaykum brat, o'tiring. Qani? Ketdik. Balli kalla brat, balli kalla. Ketdi akalar. Hop. Akalar o'zingizlar nima gapadi? Nima yangiliklar bo'lyapti akalar? Mana may oyini boshlarida turibmiz ko'rasiz akalar mana. Masalan, shunaqa kecha imtihonlardan yorib tirslatib kelganmiz akalar. Bizga вообще danuy farqi yo'q akalar. Tak, hop. Bittasiga o'tib ketamiz akalar. Hop. Qoch! Sekin. Bratan, o'zingiz bosing. Как будто o'zingiz bosing. Agar bitta obunachiimiz yozgan ekan, video telefonda ekran zapis qildi. Bu PlayStation akajonim, qaylan video deb. Televizordan video olaman. Televizorda video olish bilganimni dani olardim. Yo'qmayim. Tushunish xohlashmaydi bu akalar odamlar. Bu televizor, PlayStation bo'lsa akalar, PlayStationda qanaqa qilib zapis qilaman? Ko'ramiz akalar, mashhur blogerlar ham telefonda yoki kamera qo'yib qo'yadi akalar. PlayStation ichidan video olish iloji yo'q. Qanaqa qilib yozadi? Hayron qoladi odam. Mana nicho akalar. Tak. O'tamiz akalar, o'tamiz chetdan o'tib ketamiz akalar. Hop, qoching. Hech qanaqa sita bo'ladi, qaramaymiz, qizillarga qaramaymiz, gazini bosamiz akalar. Ket. Gu, mazafat. O'tib ketding. Qaytamiz akalar. Hop, qoch. Og'zi badaningga qon to'ldirib olasan, harom. Men nicho akalar. Mashinani uribmiz akalar, 2 marta uribmiz mashinani. Men nicho akalar. Kecha video yozolmagan sababi ham shu akalar, imtihon masalalari bo'lib ketib qoldi. Shuning uchun video yozaman. Kecha video chiqib, bu videoni kecha premyera qilinishi kerak edi, lekin imtihon bilan bo'lib akalar, to'g'risi vaqtim bo'lmadi. Shunaqa xullas. Kecha akalar shu obed kecha soat 10gacha, 11gacha imtihon masalasi bilan yurganman kecha akalar. Shuning uchun to'g'ri tushunasizlar. Tak. Yozib olish. Hop. Voy, yaxshi akalar xullas.
Tak. Tak, tez, qimirlang brat, ha. Давай, qani. Hop. O yonimizga chiqdi aka, yonimizga. Qanday baxt akalar bu? Baxt-ku, baxt. Yonimizga chiqsa baxt-ku. Men tatvolab boramiz, badyu bu yer. Chiqing. Chiqing brat, onlanib ketay, o'zim o'ldirib ketay o'zim. Maydan buramiz akalar. Qani. Qani, hop akalar, yaxshi. Chiqaveramiz akalar, chiqaveramiz sekin-sekin. Betdan o'tib akalar, yaxshi. Bu tomonga yuraveramiz akalar. Tog'a, sakin. Hayda, arabani hayda hammang. Mashinani urdi akalarni. Yo bana bravo. Hey! Ya ino. Kur. Zaman ko'targan o'zildirardim harom. Men nechuk akalar. Men. Yengil shamolida akalar, hammasi o'tib ketadi. Katta bo'ronlarimiz kutib talab akalar oldinda. Ha. Qani, bu yerdan o'tamiz akalar, o'tib ketamiz. Yengil shamol akalar, siqmaymiz buni. Ko'z. Akalar, ko'z. Qoch. Inangni ko'rib. Tak. Betdan yuramiz akalar. Shunaqa. Loylar, likelar bosib qo'yinglar akalar. Sekin. Wo, sita bo'yda bitdi akalar. Voy, bratan o'zi qayerga yurar ekan akalar? Mashina o'g'di bo'lib ketdi akalar. Chiqib eplab boraveraylik akalar. Yengil shamol, trassaga chetyapmiz. Avtobanga. Yaxshi ketyapmiz lekin akalar. Tak, qani. Hop akalar. Ammo yo'lga boshqa o'yin o'ynamasin desalar, endi akalar qaysi o'yinni o'ynayman? Kompyuterim sotilib ketdi akalar, kompyuterim yo'q. Sotilib ketdi. $200 sotib oldik, PlayStation yo'q bordi akalar. Ko'p oyini. Shunga akalar PlayStation 5 olish kerak, tezroq shuning uchun PlayStation pulni yopish kerak bu yer akalar. Shuning uchun kompyuter sotilib ketdi akalar endi. Nima qildik akalar? Shu 15-martda yozganmiz, mana shu video 14-martdami ular vloglar shu kunning oxirgi videosi bo'lgan ekan akalar. Yo'q akalar, kompyuter sotilib ketdi. PlayStation tezroq yopish kerak edi. Hozir kompyuterim yo'q. Просто так ketavesh akalar. Agar PlayStationga yangi o'yin olsam, yangi o'yin kiritaman akalar. Lekin o'yinlar bor endi ular loy akalar, to'g'risi. Men tushunmayman ular o'yinlar menga faqat GTA qiziq akalar. GTA 5 qiziq. Shundan boshqa o'yin qiziqmas menga. Endi sizlar dedinglar qanaqa endi albatta yozsa xolasizlar o'ynab boraman akalar. Menga qanaqa o'yin bo'lsa ham. Lekin hozir menga GTA qiziq akalar, to'g'risini aytsam. Bilasizlar akalar, bu igna bitta 5 uchun ochilgan kanal, faqat GTA 5 ko'rsatiladi. Shuncha akalar to'g'ri tushunasizlar. Boshqa o'yinlar ham bo'lib turadi, lekin ular to'g'ri tushunasizlar akalar. Давай, brother. Chiqaring kelayapti. Ko'p gapirmang. Ha, ketib pastga chiqib. Mana bu yerdan o'takalar necha? Bu akalar bu bitta 5 o'ynashib bo'lsa ham Turoyga yaqinlashib bo'ldi akalar. Turoyda bu ancha narsasini tushunmadim bu o'yinni, просто так offline-da hozir akalar, offline-damiz. Online'ga kirishimiz kerak. Internet bor, PlayStation Plus'mi o'shanga obuna bo'lish kerak deydi. Onlayn o'ynash uchun akalar. Hozir offline-damiz. Offline o'ynab turibmiz hozir akalar. Bunaqa vaziyat bizda. Internetdan muammo yo'q, lekin onlayn kira olmayapman akalar. PlayStation 4da onlayn mavjud-ku, bitta onlayn. Qani. O'tamiz bu yerdan. Mayda turibdi akalar, akaxonimiz. Mana akaxonimiz. Chiqing akaxon, chiqing. Onani o'ldirib ketay, o'zim o'ynab ketay. Shaharga aytasizmi akaxon? Bo'l, gap super taksimiz-ku. Nimani bu savol qo'yamiz? Onasi deyipsizmi? Ha. Kechaga akalar tayyorli poygani ko'rdinglarmi? Вообще akalar. Azobda. Yo'q bilmayman. Hoş bulat. Azob akalar u. Taksis. Yo'q, akalar men bunaqa azoblanmagan mana bu akalar. Taksi anaqa poy o'ynabdi akalar. Mayli. Yengil shamol akalar, yengil shamol. Siqamingiz bunaqa narsalarni. Tak. Hop akalar. Qochib turing tog'a. O'tib ketib olay. Qoch. Hop. Bu yerdan yuraveramiz akalar. Akalar, endi shunaqa gap. Bizda ham hozircha vlogga tushiramiz, tinchlik, yaxshi, zo'r.
zamonlarda yashab kelmoqda akalar, xudo xolasa. Hayot go'zal akalar. O'tamiz akalar, o'tamiz. Bu tomondan kirar ekan bilan. Xo'p akalar, yaxshi. To'g'ri dakasi ketamiz akalar. Taxminaga turamiz, mana shu tomonga qarab, taxminaga haydaymiz. Hay. Astag'firullah. Shaytonga haydaylar akalar. Mashinaga ketdi, shaytonga haydaylar akalar. Shayton ham haydesin. Ha. Qani? Mana shu tomondan uylanib deb. Ha, uni tomon qoch. Qoching opa. Opamni tog'amni xudo biladi akalar, kimligini. Onasini yeymisin. Qoch. Ha, to'xtadi akalar. Mana shu yerga tushar ekan mana bularda. Mayli brat, yaxshi bo'ling akalar, yaxshi bo'linglar akalar. Yaxshi. Boshim tug'ilib qo'yamiz akalar, keyin videodan keyin avtomatik o'ramiz akalar. Bizga ko'proq pul kerak. Pul. Akalar, anaqa albatta videorolikimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like-chani ayab, masalan, ham bitta like-larni ayamanglar. Sizlar bilan Adomni Legend Uzbek kanali bo'lib qolsa, yozinglar kommentariyga GTA 5 o'yini haqida yana nima qiziqarli videolarni ko'rmoqchisizlar akalar. Albatta yozib qo'yinglar kommentariyga. Sizlar bilan Adomni Legend Uzbek kanali bo'ldi. E'tiboringlar uchun kattakon rahmat akalar. Joyinglar sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Xayr. Qayerga bir klient chiqib bizga? Qayda?